Tirnoqni yonga o'sishini asosiy sababi noto'g'ri oyoq kiyim kiyish. Oyoqni noto'g'ri olish, eng ko'p tirnog'ini eng ko'p noto'g'ri olishdan bo'ladi bu narsa. Yonlarini kovlab, kirini tozalayman deb harakat qilish hisobiga tirnoq yoniga o'sib ketadi. Terini orasiga o'sib kirib ketib, terini yiringlatadi. Hozir обезболивать qilyapman. Tirnoqdan keyin gribokka ham olishimiz kerak. Tirnoq gribok bo'lganda ham ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Tirnoq o'sib ketadi yoniga. Eng yaxshi yo'llardan bittasi shu. Lazerda qilish. Yonini olib tashlab, ildizini kuydirib tashlasang, qaytib chiqmasligi ehtimolligi yuqoriroq. Qolgan metodlar ham zo'r. Gap bu yerda metodda emas, mutaxassisning malakasida. Malakali mutaxassis tishlab uzib tashlasa ham qaytib chiqmaydi.